Roltozniki tikadigan mana aralı 19 ga 9 maş do'konni birazga tiktirsizlar. Adash teshdikmi? Teshdikmi? Yaxshi, men bir strokay. Shu qavaq yo'q mashina bizga yangiliklarni ekeldi deydi. Shu anglabam kelishim. Tushuntirib qo'ysam oldigan bir palet to'g'riliq paramasa qilibdi. Tushuntirib qo'y, palet qilmay turlar, yangi chiqmayman. Avval bir tushuntirib qo'yganlar, anandagi muvaffaqiyatni qildi paletga. Qilmay turlar, keyin qilamiz. Avval tushuntirib qo'yganlar, dasmish mulozimatlarni va yangiliklarni. Anglab shuna qartab. Do'konimizning mulozimatlaridan shu aynak qog'oz chaplash, tishiga geysmo, ran qog'oz chaplash, chiy chaplash, sir qo'g'dash qog'ozi. Undan keyin ishini xurum bo'lib o'zgartirish, eshik esda, o'rindiq, yangi holatda xurum bo'lib. Resimdek bo'lamda. O'sha resimdek bo'ldi. Qolgan rangda o'zgartib bo'ldi. Undan keyin to'g'risini bo'lash, mashina o'yisi bo'ldi. Ta'til xurumda. Undan keyin shinkongning tatish ustiga yulduzliq chiroq. Undan keyin kayfiyat chirog'i eshikka. Uni o'rnatish shu. Rainbow dibenjao qatorliqlar. Yana o'rindiqqa to'ngxun jari. Mana o'xshash. So'ydigan, mana o'xshash isib so'ydigan to'ngxun jari o'rnatish. Yangiliklarni hammasi shu strati bor ekan. Eloqqa qo'lda harakatlanadigan o'rindiqlarni eloqqa jendon qilib o'zgartish. To'q qilib o'zgartish. Undan mayli bayam sildiganlikqa o'zini bo'ladigan ta'til xurum shu. Qarsa qo'llar xil rangdan bor ekan adash. Har xil rangdan bor. Qo'llarni basanlash shu naqlan joy tep ketdim bir palet qiladish meni. Palet qilmay turdi, keyin qilamiz. Adash palet qilyapti, men endi qiynalishimiz bir kelibimda. Aslında do'konni bir qo'l usul jaritni hamda. Qarsa har xil yangiliklar bor ekan palet qilyapti adash meni. Qilmay turdi, keyin qilamiz. Qattiq qilmaymiz men. Qilmaydi. Ekran mezgildan keyin. Ekran chitroqni paranchilik. A few moments later. Qo'llar nisbat bizlar palet tushuntirib qo'ymish, do'kon har xil gejon materiali bor ekan. Udilib shakillar bo'ldi ekan, paletlar tushuntirib qo'y. Ma'noga o'xshash parsalar bo'ldi, kartalardan ishga yon boshqa mushu. Terlongidan birini haqsiz soat qilgan bo'ldi, qolmish do'kon kelganlar qayerda soat qilgan bo'ldi. Undan keyin ma'no qarsalar bo'ldi. Tormoz chiroq qog'oz, tuqqala qarsalar bo'ldi. Ma'no araliq 9 ga 9 mochallab bergan bo'ldi. Bundan boshqa ma'no o'xshash, roltozniki tikadigan tuqqala ma'no araliq 19 ga 9 moch do'kondan odatda birazga tiktirsa, undan keyin ma'no o'xshash ta'tir qurimni 29 ga 9 moch tiktiralaysizlar tuqqala. Undan keyin tugan qilib etdinglar. Bu yerdan 49 ga 9 moch degan tonglar beklanib ketdi. 29 ga 9 moch qilyapti adash ma'no. Undan keyin ma'no o'xshash adash bir gapimda olay, undan keyin paramlashdi. Ma'no o'xshashmish ajdarolar bor ekan, har xil gejon materiallar bor ekan. Adash ondan boshqa ma'no bir qilyaptilar, kenjoni bo'ladi g'ayishmi. Mana bu şeyler törüküm tan çıkamda üstlem çıkamda. Ögüze 6 xil törük kenjon chiqdi. Pullarni bersan, mana 499 ko'ydan quvvatli. Bu yerdan 699 ko'y degan tonglar ma'qul desam hamda 499 ko'y deysiz. Işte quvvatli kernasiz qarab turdi. Bunda qilsak do'kon yangi ochdim, uy chiqib oramaldiga chiqdi. Ma'quldan shashar quvvatli kernasimizni qo'llaydi-chi, har xil rangli qilib bergan. Undan boshqa ma'vo ayna qog'ozdan palet quvvatlash. Allohligini dapirlar bayan 5 yillik sifat kapalat degan tonglar. Tishidan qora, ichidan suzuk ko'rindi. Undan keyin issiq to'sidi. 5 yil sifat kapalat va men 288 ko'ydan palet qiladish. Adash men qaradim yaxshilik qilib ketdi. Adash nima qildi? To'dan qilib, muhabbatdan bo'lib ketdi. Mushunlar qilib turlar hozircha. Mening qo'shib quvvatlash ma'quldan quvvatli. Undan boshqa musho'liq geysmur nech pul jablayapti odatda. Geysmoni 2200 ko'ydan 2500 ko'y jablayapti. Mushlar shumi? Ha. Qo'la qarasanglar bo'ldi. Har xil rangli ko'rib ekan, qarasanglar bo'ldi. Adash qo'llarni bersanlar ma'ni. Bunda 1399 ko'ydan quvvatli ma'ni. Adash bunda o'xshab bir to'n bo'lib qoldi. To'nmi bo'lmasa adash ma'qul. Bu palet mishadlar ma'qul chiqadi. Bektalishib ketdi adash ma'quldanlar qernashimizga qarab turdi. Ish qernashim amroq mashinasida gayla qilib olsin, o'zi xohlagancha ma'qul bo'lmas ma'ni. Bo'pti, atayin palet qilib deb kelibsizlar, 1799 ko'y bo'lsin. Adash 1799 ko'y bek. Undan munda qilichi 1588 ko'ydan quvvatli adash. Men talish asal men unmayman adash, mushtadan quvvatli ma'ni. Qernashimizga qarab turdi. Ma'qul tanlash. Bek to'dan bo'lib ketdi. Ma'qul quvvatli adash. Mayli 1599 ko'y bo'lsa, xaridor bizni qo'llagan kim bizni xaridorni qo'llaydi. 15 mashinalar qilib bering. Keldi qardaş, ma'qul, rahmat. Anadagi mush palatni vaqtida mush film chiqqandan boshlab 7-janiki 21 kun tizimli to'lab, anadagi 60 kun ichida qilib Adash bu vaqtda bek uzun bo'lib ketdi. Ana shundan bak chiroyli qilamiz. Materialning eng yaxshisi bo'lgancha, ma'qulda tanlash qarinashimiz var. Kelib material ko'rsatilgan o'yinlarni bir ko'rsin. Ma'qul bo'lish. Mayli, qilib prezident bo'lsin, mana bo'lsin. 10 kun ichida tizimli to'lab ishga kirishlik kasb bo'ldi. Bo'ldi, rahmat qardash. Mush aloqa usul numarani deb qo'ysam, qarinashimiz kelishdi murosasiga bir to'g'ri qo'ysa. 182 0998 50 92. Yemirni deb qo'ysanglar. 182 0998 50 92. Mush numara telefon qilish orqali aloqa qilsanglar bo'ldi yoki pivos do'kon kelsanglar bo'ldi. Tuqalab yana adresi qaliq nayamish Navxonlu Saydiya oshxonasi oltirib Qizilchiroq do'qida tuqala. Mishagil palet qatnashsanglar bo'ldi. Paletning vaqtida yana bir tushuntirib qo'yib, bu paletga shu film yo'llagandan boshlab 7-yana 21-kun tizim tilib 60 kun ichida kelib qatnashsanglar bo'ldi. Bu filmni atrofini tuqalar g'ilab qo'ygandan keyin men qo'shib olib palet qatnasha olasizlar. Bu film do'stingiz qo'llab meni qo'shishman. Keyingi mazmun teqim sarxil. Men bosh piyaz.